Siz bilan Vodiy Zarafshon obuna bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon va qadrbaland. Vodiy Zarafshon kanalining ashaddiy muxlislari va bo'lajak obunachilari. Nodirbek ukamizni bilasizlar, 129 kun deganda Makka va Madinaga yetib bordi. Allohning baydiga. Albatta sizni bizni duo qilotdi inshaalloh. U orqali Bilolbek mana afrikalik islom dinini qabul qildi. Va mana o'zi Makka va Madinaga yetib borib, do'sti Bilolbekni mana kutib ham o'tiribdi. Qarang, Allohning nazari solinganini qarang, Allohning nazari tushganini qarang. Alloh ol qo'lim desa hech nima emas. Marhamat, bugungi video roliklarimiz albatta sizlar uchun. Обязательно bizni qo'llab-quvvatlaversalar, biz mana shunchanga yaxshi insonlarni, yaxshi videolarni sizga qo'yib boraveramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Ana biz Bilolni kelishini kutib o'tiribmiz. Do'stlar, Davlasa kelsa, Ravzaga payg'ambarimiz oldilariga kiramiz. Barchalaringizga salomlarimizni yetkazamiz. Hozir Madina Munavvara haqida taassurotlar qanday? jannat Kuzatinglar, hammaga nasib qilsin kelishni. valayn atoqum basharum mislakum innakum izal khasirun ayaydukum annakum iza mittum wa kuntum turabu wa ghaban annakum mukhrajun hayhata. Do'stlar, deb mana Madinaga ham kelib oldik do'stlar. Hozir akamiz ham qo'limga nima boshlab beryapti? Soat Saudiya Arabistoni. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Soati zo'r ekan. Soat zo'r. Do'stlar, kuzatinglar. Akamiz o'zbek ekan, lekin o'zbekchanikdan chiqarib yuboryapti ekan. Qaydansiz? Anjirlik bizlar Likashyoga Mana aka, siz Va nihoyat Nedik ukamiz Madina shahriga yetib keldi. Ukam, tabriklayman. rahmat aka. Assalomu alaykum do'stlar. Va nihoyat mana 125 kun deganda yetib keldim Madinaga, payg'ambarimizni ramzalariga. Do'stlar, hammalaringga salom aytyapman. Hammalaring shu yerlarga kelish nasib qilsin ota-onalaring bilan. Inshaalloh do'stlar. Chin dildan niyat qilinglar, havas qilinglar, Allohim beradi. Hech qachon qismaydi. Bu dunyoda hammaga beradi. Hamma qatori sizlarga ham, bizga ham bersin inshaalloh. Nima sabab bo'ldi shu Toshkentdan Madina Makka shahriga yurib ketishingizga? Nimadir turtki bo'ldimi? Nima bo'ldi? O'sha odamlar yozdi, "Davay bosin" dedi, keyin bu o'ylamagan narsa edi. Tavakkalchi qoldim. Yo'lda hammasi bo'lib ketyapti. Xo'p, obunachilar soni o'shanda nechta edi? Hozir nechta bo'ldi? Boshdami? Ha. Toshkentdan Madinaga yurish 350 mingta edi. 350 mingtadan hozir 3 million 100 mingga yetib keldi. Shunaqa, lekin siz yurib bormang, sizga tavsiya qilmayman. Qarang. To'g'ri. Ana bir narsada, bir kun kechasi uxlamasdan mahallani e'lon chiqsin odamlar. Ha, bir kuni It quvlaydi, nimaga yuribdi deb milisa keladi. Muammo, lekin men shuncha kun ko'chada, o'rmonda, hamma joyda qolib ketdim, chidadimda. Endi ba'zi davlatlarda yarim kechasi mozorda oldida qolib ketdim-da. Juda qo'rqinchli, lekin men odamlar menga emotsiya berib turdi, shu menga foyda bo'yicha sizni qayerdadir sizga pichoq tarafni nimalardir voqealar bo'lganmi? Nima bo'lgan, o'zingiz tushuntirib bering. Pul so'raganda endi Pichoq tarashgan. shunaqa. Tilni bilmaganman, gapirib turaverganman. Nima deganimni ular ham bilmaydi. Imo-shara bilan vaqt degan. Safar davomida 3 million 100 mingta bo'lib ketdi. Qayerda uchib ketdi obunachilaringiz? Juda ham ko'payib ketdi. Qaysi shahar yoki viloyat? Navoiyda birsalaring mushuk topib oldim. Mushuk topib olgandan keyin hamma kuzatib qiziqib ketdi-da. Mushuk keyin tilla topib oldi yo'lda. Hamma bildi. Mushuk tilla topib oldi. Ha. Butun O'zbekiston bildi, mushuk tilla topib oldi. O'shandan keyin aktiv, undan mushuk topib olishimdan oldin 300 mingta, 400 mingta ko'rardi prosmotrlar. Mushuk topildi, o'zi uchdi-da, 2 million, 3 million chiqib ketdi. Qanaqadir Alloh sababchi bo'lar ekan, hamma narsaga o'zi burib qo'yar ekan. Niyatingiz yaxshimi? Hech narsadan qo'rqmang. Alloh sizni yaxshi yo'lga boshlaydi degan.